Bugun biz jahon chempionatlari tarixidagi eng sharmandali 7 voqeani eslaymiz. Ularning ayrimlari futbol qoidalarining o'zgarishiga sabab bo'lgan, boshqalari esa buyuk futbolchilarning nomiga abadiy dog' tushirgan. Eng qizig'i, bu voqealar haqida bahslar hanuzgacha davom etmoqda. Videoni boshlashdan oldin sizlardan kichik bir iltimos. Agar kanalimizdagi futbolga oid qiziqarli va sifatli videolar sizga yoqayotgan bo'lsa, hoziroq videoga like bosib kanalga obuna bo'ling. Bu kanal rivojlanishiga katta yordam beradi va bizni yanada ko'proq shunday videolar tayyorlashga ruhlantiradi. Endi esa ortiqcha cho'zmasdan jahon chempionatlari tarixidagi eng sharmandali voqealarga nazar tashlaymiz. Bu futbol tarixidagi eng mashhur aldovlardan biri bo'lib, eng qizig'i hammasi ko'pchilikning ko'z o'ngida sodir bo'lgan. 1986-yil 22-iyun Meksika poytaxtida o'tayotgan jahon chempionati chorak finali maydonda Argentina va Angliya terma jamoalari. Bu uchrashuv oddiy futbol o'yini emas. Chunki bundan atigi 4 yil oldin ikki mamlakat Falkland orollari uchun urush olib borgan edi. Shu sababli maydondagi raqobat yanada keskin tus olgan. Uchrashuvning ikkinchi bo'limida Argentina sardori Diego Maradona jarima maydonchasiga oshirilgan baland to'p ortidan yugurdi. U bilan bir vaqtda Angliya darvozaboni Peter Shilton ham to'pga chiqdi. Shilton Maradonadan ancha baland bo'lishiga qaramay, to'pga birinchi bo'lib argentinalik yetib bordi. Ammo bosh bilan emas, qo'li bilan. Maradona mushti bilan to'pga tegdi va to'p darvozaga kirib ketdi. Hakam esa golni hisobga oldi. Keyinchalik Maradona bu vaziyat haqida mashhur iborasini aytadi. Bu gol qisman Maradonaning boshi, qisman esa Xudoning qo'li bilan urilgan gol edi. Takroriy lavhalar esa mutlaqo boshqa haqiqatni ko'rsatardi, biroq eng muhim odamlar, ya'ni hakamlar brigadasi bu holatni ko'rmay qolgan edi. Ammo voqea shu bilan tugamadi. Oradan atigi 4 daqiqa o'tgach, Maradona yana gol urdi. Bu safar u maydonning o'z yarmidan boshlab Angliya futbolchilarining yarmidan ko'prog'ini aldab o'tdi va ajoyib gol muallifiga aylandi. Bugungi kunda ham o'sha gol jahon chempionatlari tarixidagi eng buyuk gol sifatida ko'plab so'rovnomalarda birinchi o'rinni egallaydi. Argentina uchrashuvda 2-1 hisobida g'alaba qozondi va yakunda jahon kubogini ham qo'lga kiritdi. Nyurnberg jangi 2006-yilgi jahon chempionatining nimchorak finalida jahon futbolining eng texnik va tomoshabob jamoalaridan ikkitasi o'zaro to'qnash keldi. Portugaliya va Niderlandiya. Ammo muxlislar bu o'yinni chiroyli futbol uchun emas, maydondagi haqiqiy urush uchun eslab qolishdi. Germaniyaning Nyurnberg shahrida bo'lib o'tgan bahs boshidanoq keskin ruhda kechdi. Uchrashuvni boshqargan rossiyalik hakam Valentin Ivanov nazoratni juda erta yo'qotdi va keyinchalik uni qayta tiklay olmadi. Natijada o'yin futbol tarixidagi eng intizomsiz bahslardan biriga aylandi. Final xushtaga yangragunga qadar hakam 16 ta sariq va 4 ta qizil kartochka ko'rsatdi. Jami 20 ta kartochka. Bu ko'rsatkich hanuzgacha jahon chempionatlari tarixidagi bitta o'yinda qayd etilgan eng yuqori natija hisoblanadi. Mazkur uchrashuvdan qolgan eng mashhur surat esa gol yoki g'alaba lahzasi emas. Unda allaqachon maydondan chetlatilgan Deko va Van Bronckhorst yonma-yon o'tirib suhbatlashmoqda. Orqa fonda esa tartibsizliklar davom etmoqda. Portugaliya Manisha urgan yagona gol evaziga 1-0 hisobida g'alaba qozondi. Ammo o'yin yakunlangach, natija deyarli hech kimni qiziqtirmay qo'ydi. Hammaning e'tibori maydondagi tartibsizliklarga qaratilgan edi. Hatto o'sha paytdagi FIFA prezidenti Sepp Blatter ham hakamning ishini tanqid qilib, hazil aralash tarzda shunday degan: "Bu o'yindagi boshqaruvi uchun hakamning o'zi ham kartochka olishga loyiq edi." Zinedin Zidanning boshi bilan zarbasi. Bu oddiy guruh bosqichi o'yini yoki tezda unutilib ketadigan play-off uchrashuvi emas. Bu jahon chempionati finali edi. Butun dunyo tomosha qilayotgan sahna va eng muhimi, bu Zinedin Zidanning faoliyatidagi so'nggi o'yin edi. Maydonda Fransiya va Italiya terma jamoalari Berlin mezbonlik qilayotgan final bahsida Zidan allaqachon penaltidan gol urib, fransuzlarni hisobda oldinga olib chiqqan edi. Ammo Italiya javob golini topdi va hisob 1-1 ko'rinishga keldi. Qo'shimcha bo'limlarning oxirgi daqiqalari ketayotgan bir paytda Zidan va italiyalik himoyachi Marco Materazzi maydon bo'ylab harakatlanayotib, o'zaro tortishib qolishdi. Keyingi soniyalarda esa futbol tarixidagi eng mashhur lahzalardan biri yuz berdi. Zidan birdaniga ortiga qayrildi va boshi bilan Materazzining ko'kragiga kuchli zarba berdi. Himoyachi yerga qulab tushdi.
Hakam yordamchilari bilan maslahatlashgach, futbol tarixidagi eng buyuk futbolchilardan biriga qizil kartochka ko'rsatdi. Shu tariqa Zidanning faoliyati maydonni muddatidan oldin tark etish bilan yakunlandi. Fransiya penaltilar seriyasida mag'lub bo'ldi. Italiya esa jahon chempioniga aylandi. Keyinchalik Materazzi Zidanning oila a'zolari haqida haqoratli gaplar aytganini tan oldi. O'sha bir necha soniyalik hissiyot Fransiyaga juda qimmatga tushdi. Jamoa eng muhim pallada o'z sardoridan ayrildi va yakunda penaltilar seriyasidan mag'lub bo'ldi. Xixon sharmandaligi. Bu ro'yxatdagi boshqa barcha voqealarda nimadir sodir bo'lgan, ammo bu voqea aynan hech narsa sodir bo'lmagani uchun sharmandalik hisoblanadi. 1982-yil 25-iyun Ispaniyada o'tayotgan jahon chempionatining guruh bosqichidagi so'nggi uchrashuvi. Maydonda G'arbiy Germaniya va Avstriya. Vaziyat juda oddiy edi. Jazoir terma jamoasi o'z o'yinlarini yakunlab bo'lgan. Agar G'arbiy Germaniya 1 yoki 2 gol farqi bilan g'alaba qozonsa, Germaniya ham, Avstriya ham keyingi bosqichga chiqardi. Jazoir esa musobaqani tark etardi. Uchrashuvning taxminan 10-daqiqasida Horst Hrubesh hisobni ochdi va aynan shu lahzadan boshlab futbol deyarli tugadi. Ikki jamoa ham hujum qilishni deyarli to'xtatdi. To'pni yon tomonga oshirib yurishdi. Xavfli vaziyat yaratishga urinishmadi va yagona gol urish niyati ham sezilmadi. Tribunadagi muxlislar nima bo'layotganini juda tez tushunib yetishdi. Dunyo bo'ylab sharhlovchilar esa bu holatni nomi aytilmagan, kelishilgan o'yin deb atay boshlashdi. Bahs G'arbiy Germaniyaning 1-0 hisobidagi g'alabasi bilan yakunlandi. Natijada ikkala nemis tilida so'zlashuvchi jamoa ham keyingi bosqichga chiqdi. Jazoir esa hatto shu turnirning o'zida G'arbiy Germaniyani mag'lub etgan bo'lishiga qaramay, musobaqani tark etdi. Jamoatchilikning noroziligi shu qadar kuchli bo'ldiki, FIFA nihoyat choralar ko'rishga majbur bo'ldi. Shundan so'ng Jahon chempionatlari guruh bosqichining so'nggi tur uchrashuvlari bir vaqtda boshlanadigan tizim joriy etildi. Maqsad oddiy edi. Hech bir jamoa boshqa uchrashuv natijasini bilgan holda o'ziga kerakli hisobni o'ynamasligi kerak edi. Luis Suaresning tishlari. 2014-yilga kelib Luis Suares klub miqyosidagi futbolda allaqachon 2 nafar raqibini tishlagani uchun janjallar markazida bo'lib ulgurgan edi. Ammo keyin u buni futbolning eng katta sahnasida ham takrorladi. Jahon chempionati, Urugvay va Italiya guruh bosqichining so'nggi uchrashuvi. Har ikki jamoaga ham keyingi bosqichga chiqish uchun ijobiy natija juda zarur. O'yinning oxirgi daqiqalarida Suares italiyalik himoyachi Giorgio Chiellini bilan kurash jarayonida to'qnashdi. Shundan so'ng Suares yerga yiqildi va go'yoki o'z tishlari og'riyotgandek yuzini ushlay boshladi. Chiellini esa darhol futbolkasini tushirib, hakamga yelkasidagi aniq tish izlarini ko'rsatdi. Biroq meksikalik hakam bu holatni ko'rmay qolgan. O'yin davom ettirildi. Oradan 1 daqiqa ham o'tmay, Diego Godin burchak to'pidan keyin boshi bilan gol urdi. Urugvay 1-0 hisobida g'alaba qozondi va keyingi bosqichga yo'l oldi. Demak, o'sha kunning o'zida tishlash epizodi o'yin natijasiga bevosita ta'sir ko'rsatmadi. Ammo FIFA keyinchalik bu voqeani jazosiz qoldirmadi. Intizom qo'mitasi Suaresni 9 ta xalqaro uchrashuvga diskvalifikatsiya qildi. Bundan tashqari, u 4 oy davomida futbol bilan bog'liq har qanday faoliyatdan chetlatildi. Yana 100 ming Shvetsariya franki miqdoridagi jarimaga ham tortildi. Shu tariqa Suaresning jahon chempionati yakunlandi. Hatto uning keyingi klub mavsumi ham maydondan tashqarida boshlandi. Schumacherning Batistonga hujumi. Bu ro'yxatdagi eng zo'ravon va eng dahshatli epizod aynan shu bo'lishi mumkin. Eng ajablanarlisi esa, buning uchun deyarli hech qanday jazo berilmagan. 1982-yil iyul Ispaniyaning Sevilla shahrida o'tayotgan jahon chempionati yarim finali. Maydonda G'arbiy Germaniya va Fransiya. Hisob 1-1. Uchrashuvning hal qiluvchi pallalaridan birida fransuzlar hujumga o'tishdi. Michel Platini Germaniya himoyasi ortiga ajoyib uzatma tashladi. Zaxiradan maydonga tushgan Patrik Batiston to'p ortidan katta tezlikda yugurib chiqdi, ammo keyingi soniyalarda futbol tarixidagi eng dahshatli to'qnashuvlardan biri yuz berdi. Germaniya darvozaboni Harald Schumacher darvozasini tark etib, katta tezlikda Batiston tomon otildi. U sakrab chiqdi va soni hamda tirsagi bilan to'liq kuch ishlatgan holda Batistonning yuz qismiga zarba berdi. To'pga emas, to'g'ridan to'g'ri futbolchiga.
Zarba shu qadar kuchli ediki, Batiston darhol hushidan ketdi. Natijada u uchta tishidan ayrildi. Qovurg'alari sinib ketdi va umurtqa pog'onasidan ham jiddiy jarohat oldi. Fransuz futbolchisini maydondan zambilda olib chiqib ketishga to'g'ri keldi. Ammo odamlarni bugungi kungacha hayratga soladigan jihat bu emas. Eng dahshatlisi shundaki, hakam ushbu vaziyat uchun hatto qoida buzilishini ham qayd etmadi. Na jarima zarbasi, na sariq kartochka, na qizil kartochka, hech narsa. Schumacher o'yinni davom ettirdi. G'arbiy Germaniya esa hatto darvozadan zarba tepish huquqini oldi. Uchrashuv penaltilar seriyasigacha yetib bordi. Aynan Schumacher muhim penaltini qaytarib Germaniyaning finalga chiqishiga katta hissa qo'shdi. Fransiya esa musobaqa bilan xayrlashdi. Oradan o'nlab yillar o'tgan bo'lsa-da, bu epizod hanuz jahon chempionatlari tarixida jazosiz qolgan eng shafqatsiz harakatlardan biri sifatida eslanadi. Thierry Henryning qo'li bilan o'ynashi. Bu voqea haqida gap ketganda bir narsani aniq aytish kerak. Uning o'zi jahon chempionatida sodir bo'lmagan, ammo jahon chempionatiga chiqish masalasini hal qilgan o'yinda yuz bergani uchun ushbu ro'yxatdan joy olgan. 2009-yil 18-noyabr Parijdagi Stade de France stadioni Fransiya va Irlandiya Respublikasi o'rtasidagi saralash bosqichining javob uchrashuvi. G'olib jamoa 2010-yilgi jahon chempionatiga yo'l olardi. O'sha oqshom Irlandiya juda yaxshi o'yin namoyish qilgan va qarama-qarshilikni qo'shimcha bo'limlargacha olib borgan. Keyin esa hammasini o'zgartirgan vaziyat yuz berdi. Fransuzlar tomonidan amalga oshirilgan standart vaziyatdan so'ng to'p jarima maydonchasiga uzatildi. To'p maydon tashqarisiga chiqib ketayotgan bir paytda Thierry Henry qo'lini cho'zib uni to'xtatib qoldi. Shundan keyin u yana bir marta to'pga tegdi va uni Williams Gallas tomon uzatdi. Gallas esa gol urdi. Shvetsiyalik hakam va uning yordamchilari bu vaziyatning biror qismini ham payqamadi. Gol hisobga olindi. Fransiya jahon chempionatiga chiqdi. Irlandiya esa musobaqadan chetda qoldi va buning sababi umuman hisobga olinmasligi kerak bo'lgan gol edi. O'yindan keyin Henry to'pga qo'li bilan tekkanini tan oldi. Irlandiya futbol assotsiatsiyasi uchrashuvni qayta o'tkazishni talab qildi, ammo FIFA bu talabni rad etdi. Bugungi kunda ham oradan 15 yildan ortiq vaqt o'tgan bo'lsa-da, ko'plab irlandiyalik muxlislar bu voqeani unutganicha yo'q. Shunday qilib jahon chempionatlari tarixidagi eng sharmandali 7 voqeani esladik. Ularning ayrimlarida futbolchilar ataylab aldagan bo'lsa, boshqalarida vaziyatlar ochiqchasiga zo'ravonlik darajasiga yetgan. Yana bir holatda esa ikki jamoa deyarli o'ynashni to'xtatib, o'zlariga qulay natijani saqlab qolishga uringan. Ammo ularning barchasini birlashtirib turadigan bitta jihat bor. Ularning hammasi futbolning eng katta sahnasida sodir bo'lgan. 100 millionlab tomoshabinlar kuzatib turgan jahon chempionatida. Aynan shu sababli biz bu voqealar haqida o'nlab yillar o'tganidan keyin ham gapirishda davom etyapmiz. Xo'sh, sizningcha ulardan qaysi biri eng jirkanch yoki eng adolatsiz voqea edi? Yoki biz eslamagan yana bir mashhur holat bormi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.